Assalomu alaykum. 15-may kuni Turkiyadagi faollar va huquq himoyachilari va O'zgurdir va Mazlumdir jamiyati, ya'ni mazlum gapiradi degan muhojirlarning huquqini himoya qiladigan jamiyatlar katta anjuman o'tkazdi. Bu anjumanga deportatsiya bo'limidan ham rasmiylarni taklif qilishdi. Va bu majlisda o'zbekistonlik muhojirlarni noqonuniy ravishda deport qilinishi borasida va ayniqsa Mubashshir Ahmad domlani deport qilinishi borasida ularni so'roqqa tutishdi. Shu kungacha ham o'zi o'zbekistonlik muhojirlar O'zbekistonni talabi bilan O'zbekistonga bir necha marotaba deport qilinish holatlari bo'lardi. Faqat Mubashshir Ahmad domla mashhur kishi bo'lgani uchun bu narsalar yuzaga chiqib ketib qoldi. U deport qilingan insonlarni ba'zilari 5 yilga, 10 yilga va undan ham ko'proqqa qamab yuborilardi. Bu narsa xuddi 1998-yili Muhammadiy Qorakani qamalishiga o'xshaydi. U kishi qamoqqa olinganida tergovchi bu kishini jinoyatchi emasligi haqida oqlovchi xat yozib 200 ta insonning imzosini yig'ib kelishini so'rashadi. Lekin buni imkonini qilisha olmaydi va bu narsani 100 taga tushiradi. Tergovchi aytadiki, 100 ta insonning imzosini yig'ib kelinglar, bu narsani prokurorga taqdim qilamiz deydi. Lekin atiga 57 ta imzo yig'iladi xolos. Oradan 1 yil o'tgandan keyin u kishini qamoqdan o'ligi chiqadi va janozasiga 20 mingdan ortiq odam ishtirok etadi. Odamlar u kishini tobutini ushlash uchun bir-birini bosib yuborishga ham sal qoladi. Ba'zilari Alloh akbar deb hayqirgan, ba'zilari dod solib yig'lagan. Lekin tirikligida foyda bermagan, ortidan 20 mingta insonning ishtiroki hech qanday u kishiga foyda bermadi. Xuddi shunday, hozir Mubashshir Ahmad domlani himoya qilinadigan ayni vaqti. Bismillahirrohmanirrohim. Shu kunlarda muhojirlarga, xosatan o'zbek muhojirlariga juda ham bosim kuchayib ketdi. Yaqinda eshitdik Fazliddin akani hibs qilishganini, uni olib O'zbekistonga topshirishligini va hokazo. Aslida bu odamni o'zi nimaga qidirishayotgan edi? Mana hamma biladigan ish. Ish boshida nima bo'lgan edi? Eplab-seplab hammaga o'xshab bir ikisini berib, bir narsa qilib, qizlarini boshidan ro'molini yechtirmaslikka aqli yetmasmidi shu kishini? O'zi imom edi bo'lib ham. Aqli yetardi. Imomatchiligini bir ro'paro qilib, pesh qilib bo'lsa ham, shu qizlarini bir ro'molini saqlab qola olardi. Lekin unday qilmadilar. Chiqib hamma o'sha umumiy omma musulmonlarning foydasi uchun gapirdilar. Chiqib o'sha ro'molga bo'layotgan qarshilikni bayon qildilar. Keyin nima bo'ldi? Keyin yaxshi bo'lib ketdimi, yaxshi yashab ketdimi? Yo'q, keyin chiqib ketmasa bo'lmaydigan, hijrat qilmasa bo'lmaydigan holatga keldi. Chaqirib, qamashlik bilan tahdid qilindi va hokazo chiqib ketdilar. Chiqib endi tashqarida odamlarni da'vat qilyotdilar, to'g'rimi? Va gapirayotgan gapi eshitayotgan xalqning foydasi uchun edi. Qilayotgan da'vati birortasini menga bir 5 so'm ber degan da'vat emas edi. Kelinglar, pul to'playlik, qiynalib ketdim degan da'vat emas edi. Buni ko'rmaganmiz umuman. U kishini tanimasak-da, bilmasak-da, lekin bunaqa da'vatini eshitmaganmiz. Eshitganimiz bu kishi nimaga bu xalq o'zida shuncha narsa bo'lib turib, nimaga tappiyoq uradi hadeb? Nimaga bu xalq bemalol diniga amal qila olmaydi? Nimaga bu amaldorlar shuncha bir haromxo'rlik qilsa-da jazolanmaydi? Nima uchun adolat qaror topmaydi bu yerda? Nimaga bu xalq bir yengilroq, bir nima ko'k yuragini to'ldirib nafas olmaydi degan savollar edi. Hammasi shu xalq uchun edi. Lekin endi hozir bilyapmizki, subhanalloh, Alloh taolo bizga haqiqatda o'zidan boshqa do'st qoldirmabdi. Mana shu kunlarga tushganida ayblaydigan ham, jim o'tirsa bo'lardi degan ham shu xalq bo'pti. Gapirmasa jim o'tirsa bo'lmasmidi deydigan ham shu xalq bo'pti. Agar hozir bitta blogerni, bitta qo'shiqchini qamab qo'yishganida bormi? Bitta ko'chada bir itni qiynab o'ldirib qo'ysa bormi bittasi? Butun hamma shunga tashlanib himoyasiga oshiqqan bo'lardi. Lekin xalqni o'zini himoyasiga chiqqan, qurolsiz chiqqan, o'zidan o'ta ham bir ulkan bo'lgan muxolifga qarshi gapirgan odam baloga uchraganida endi aybni o'ziga to'nkashlik bu qanchalik to'g'ri ish ekan. O'zi bilaylikki, bu kishilarni jasoratlarini nima ekanligini bilish uchun shariatdan bunga dalil olamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shahidlarning eng ulug'i, eng kattasi haqida gapirganlarida zolim podshohga haqni gapirgan kishi deganlar va shu sababdan o'ldirilgan kishi dedilar. Ya'ni bundan biz biluriylikki qanaqa ulkan bir ajr hosil bo'ladi, darajat hosil bo'ladi. Alloh taolo bu kishini bu turgan asirligidan qutqarsin. Alloh taolo hamma musulmonlarga o'zi najot bersin, yaxshiligini ziyoda qilsin. Bu kishiga ham, oilasiga ham sabr va ofiyat tilaymiz va musulmonlarga bir nasihat: agar xalq, jamoat o'zini islomga chaqirayotgan, o'zini foydasini o'ylayotgan odamlarni himoya qilmas ekan, hech bo'lmasa bir og'iz so'z bilan bo'lsa ham o'zini tarafini bildirmas ekan,
o'zi qo'ygan o'rinda aqidalarni ketish bilan jazolanadi. Na'uzubillahi min zalik. Chunki Alloh taolo payg'ambarga xilof qilganlar ularga keladigan fitnadan yoki ulkan azobdan hazir bo'lmaydilarmi degan. Ularga keladigan fitnani Abdulloh ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh shirk deb tafsir qilganlar. Alloh taolodan bundan panoh so'raymiz. Va Mabdal Qiro degan kitobni o'qiganlar biladi. Unda bir hikoya zikr qilingan. Unda aytiladiki, 3 ta ho'kiz bor edi. Uchalasi ham baquvvat edi. O'tlab yurishardi billa-billa. Va bir kun sher ularni ovlamoqchi bo'ldi. Uchalasiga hujum qilishga kuchi yetmasdi deydi. Bir kun paytini topdi-da, bittasiga kelib, ular rangiga ko'ra farqli edi. O'sha bir qizilini oldiga kelib, ana ikkalasi sani sherik bo'lyapti. Sani o'tlaringga yoki nima ular bo'lmasa yaxshiroq yashaysan deb rosa avradi. Haligilarni ikkitasini, bittasini yolg'izlashlikka majbur qildi. Keyin nima qildi? Haligi bittasini yeganda ham ikkalasi e'tiroz qilmadi. Keyin haligi ikkalasini bittasiga keldida, u ikkinchisi juda bir quloqsizligini va uni hurmat qilmasligini tushuntirdi. Bunga rosa vasvasa qildi. Keyin o'shanisiga hujum qilganida bunisi himoya qilmay jim turdi. Keyin oqibatda esa uchinchisini ham tutib yedi. Xuddi shunaqa. Kim haq yo'liga chiqib, haqqi da'vat qilman desa, haq da'vatchilari bir-biriga yordamchi, bir-biriga bir yaxshi so'zda ham, yomon kunida ham Alloh taolo uchun, uning roziligi uchun, shu dinni bir himoyasi uchun so'z aytadigan paytlari keladi. O'shanda Alloh taolo hammamizni bunga qodir qilsin. Va suhbatimizning nihoyasida hozirgi kungacha endi nima qilaylik deganlarga Fuzayl ibn Iyodning bir kishi bilan bo'lgan suhbatini aytib beraman. Fuzayl ibn Iyoz rahimahulloh 60 yoshli bir kishiga duch keladilar. U kishidan yoshingiz nechida deb so'raydilar. U kishi aytadiki, 60 yoshga to'ldim deydi. Shunda Fuzayl ibn Iyoz aytadilarki, 60 yildan beri Alloh taolo tarafga qarab yurayotgan ekansizda, hatto yetishingizga ham oz qolibdi-da deydi. Ya'ni da'vat maqsadida gapirdilar. 60 ga yetibsiz. Ya'ni bu yo'q endi qancha qoladi 60 ga yetgan odam? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ummatlari 60 va 70 orasida bo'ladi. O'sha hadisda kelgandek, g'olibi shunaqa bo'ladi ko'pchiligi. Va u kishi aytadiki, shunda o'ylab turib gapini, o'lim yaqinligini eslab, inna lillahi va inna ilayhi roji'un deydi. Ya'ni albatta hammamiz Allohnikimiz va albatta hammamiz unga qaytuvchimiz deydi. Shunda Fuzayl ibn Iyoz undan so'raydi. "Ey amaki, aytganlaringizni ma'nosini bilasizmi?" deydi. "Ha, bilaman. Men Allohning quliman va men unga qaytaman" deydi. "Ha, uni bilgan bo'lsangiz" deydi. Qaytishini bilgan odam olamlar Robbisi huzurida turishini ham biladi. Turishini bilgan odam olamlar Robbisi undan so'rashini ham biladi. So'rashini bilgan odam esa o'sha so'roqlarga tayyorgarlik ko'radi deydi. Haligi odam yig'ilib yoradi gapini eshitib. "Ey shayx" deydi, "menga nasihat qil, nima qilsam bo'ladi, nima qilay" deydi. Buni yo'li oson-ku deydilar shunda. Fuzayl ibn Iyoz. "Menga xabarini ber" deganda aytadilarki, "Bundan keyingi hayotingda taqvo qilgin, seni oldingisini ham, keyingisini ham Alloh taolo sendan kechiradi" deganlar. Bundan keyingi hayotimizda oldin qilgan hamma xatolarimizni kechirishligini istasak, bundan keyingi hayotimizda bizga islom va'da qilgan baxtni topishlikni xohlasak, bundan keyingi hayotimizda solih amallarga tavfiq berilishini xohlasak, yaxshi yashagimiz kelsa, pokiza hayot egasi bo'lmoqchi bo'lsak, o'zimizdan solih zurriyotlar qoldirishni xohlasak, zurriyotlarimiz bizdan keyin ham solihlar bo'lishligini, ularni hatto rizq ham ta'minlanishligini xohlasak, Alloh taologa taqvo qilaylik, undan qo'rqaylik, amallarimizni muhsin bo'laylik, amallarimizni pishiq puxta qilaylik, albatta Alloh taolo bizni zoya qilmaydi. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Jazakumullohu khayran.